Farid Usmon, Bobur podshoh. 3-qism. Sulton Ahmad Mirzo va Sulton Mahmudxon lashkarlarining qaytishi. Sulton Ahmad Mirzoning kimligini va Andijonga Umarshayx Mirzo ustiga lashkar tortib kelish sabablarini batafsil bayon qilishga to'g'ri keladi. Umarshayxning katta akasi bo'lgan Sulton Ahmad Mirzo Sulton Abu Said Mirzoning birinchi o'g'li edi. Sulton Abu Said Mirzo esa Sulton Mahmud Mirzoning o'g'li bo'lgan. Sulton Mahmud Mirzo Mironshoh Mirzoning o'g'li edi. Mironshoh Mirzo esa Amur Temurning 3-o'g'li bo'lib, tarixda anchayin teskari ishlar qilib o'tganligi kitoblarda yozilgan. Boburning otasi Umarshayx Mirzo garchi o'qimishli, Nizomiy Ganjaviy, Amir Xislab Dehlaviy hamsalarini sevib o'quvchi, she'riy iste'dodi bor, ammo she'r yozmasa ham ko'plab she'rlarni yod biluvchi, saxovatli, mard inson bo'lsa-da, o'z to'ng'ich akasi Sulton Ahmad Mirzoga nisbatan tersroq edi. Sulton Ahmad Mirzo uni uncha suymay qoladi. Bungacha Sulton Ahmad Mirzo Boburning tog'asi, ya'ni Yunusxonning katta o'g'li Sulton Mahmudxonga qizini berib, uni o'ziga kuyov qilib oladi. So'ngroq ikkovlari sulh tuzadilar va ittifoq bo'lishib, Sulton Ahmad Mirzo va Mo'g'ul ulusining xoni Sulton Mahmudxon birgalikda Umarshayx Mirzo ustiga Andijonga qarab qo'shin tortib kela boshlashadi. Farg'ona viloyatining poytaxti bo'lgan Andijon qal'asi o'sha davrda mustahkamligi jihatidan Samarqand va Shahrisabzdan keyin 3-o'rinda turardi. Shaharning 3 darvozasi bo'lgan. Shahar bedarvoza emas degan gapning mazmun mohiyati juda qadimdan mavjudligi shundan. Podshoh saroyi, ya'ni ark janub tarafda bo'lgan. Qal'aning tevarak atrofida xandaqlar bo'lgan. Bu xandaqlar harbiy ahamiyatga ega bo'lib, qal'a aholisini yovdan himoya qilishga yordam qilgan. Qal'aning atrof aylanasi butkul aholi zich yashaydigan mahallalar bilan qurshalgan. Mahallalar bilan qal'a orasida xandaq bo'lib, xandaqning qal'a tarafi tosh to'kilgan katta ko'cha bo'lgan. Bobur qal'aning axsi darvozasidan chiqib, erta tongdanoq axsiga qarab otining jilovini silkitarkan, farzand emasmi? Ko'zlaridan beixtiyor unsiz yosh to'kilib borardi. Yonidagi otliq hamroh va navkarlari ham shahzoda qayg'uga botgani uchun iztirobda edilar. Hamma motam holatida sukutga cho'mgan. Gaplar ham sekin-sekin gapirilar, biror narsani bayon qilishga to'g'ri kelsa, faqat imo-ishora qilib qo'yilardi xolos. Axsi darvozasiga yetishgan edi hamki, Boburning xos odamlaridan biri Shirin Tog'ai shahzodaning oti jilovini tortdi. Bir zumga to'xtashdi. Shirin Tog'ai Sulton Ahmad Mirzoning Andijon sari kelayotganini eshitib, ancha tashvishga tushib qolgandi. Ayniqsa, uni yosh shahzodaning qismati o'ylantirardi. Katta buvisi Eson Davlat begim Shirin Tog'aiga tayinlab, "Bek bolamni sizga, sizni yaratganga topshirdim. O'zi sizlarni panohida asrasin" deya tilak bildirgan edi. Shuning uchun u kelayotgan dushmanning lashkari ko'p. Yurtni topshirishga to'g'ri kelsa, shahzoda va yaqin kishilarni olib, O'zgand va Olatog' etaklariga qarab ketishga to'g'ri keladi degan o'yda edi. Shuning uchun u Bobur oti jilovini tortib, "Hukmdorim, qo'lga tushmaslik kerak", dedi. Bobur tasdiq ma'nosida bosh irg'ab qo'ydi xolos. Indamay darvoza ichkarisiga kirib bordilar. Ammo shu daqiqalarda Andijon qo'rg'onida vahimali holat paydo bo'ldi. Yov bostirib kelayotganligi haqidagi vahimalarni bartaraf etishda podshoh Umarshayx Mirzoning sinalgan mulozimlari ish boshlab yuborishadi. Odamlarni tinchlantiradilar. Vahimani bartaraf etib, qal'ani mustahkamlash ishlari boshlab yuboriladi. Bu ishlarda saroyning mo'tabar insonlaridan biri bo'lmish Hoji Mavloviy qozi ish boshi bo'lib turadi. U Boburni tezda Andijonga qaytarib kelishni tashkil etadi. Bobur arkka kelib tushadi. Hoji qozi va beklar uning qoshida hozir bo'lishadi. Ular kengashadilar. Qo'rg'on himoyasida kuchlarni birlashtirish zarurligi aytiladi va shunga kelishiladi. Ana shuning uchun ham Marg'ulon va O'sh tarafdan hujumga o'tishi belgilangan qo'shin rahbarlari Hasan Yoqub, Qosim Qavchinlar ham kelib shahzodaga mulozamat qiladilar va qal'a mudofaasiga kirishadilar. Xullas himoyaga qattiq tayyorgarlik boshlanib ketadi. Bu vaqtda Sulton Ahmad Mirzo O'ratepani, Xo'jandni va Marg'ulonni qo'lga kiritib shundoqqina Andijon tumshug'i Quvaga kelib qolgan edi. Dushman o'z ichingda deganlari rost ekan.
Vaziyat taranglashib turgan bir paytda har xil o'zini bilmas, kimligini anglamas kimsalar bo'lar ekan. Undaylar xas-xashak singari suvning yuzasiga qalqib chiqib qolar ekan. Darveshgov ana shundaylardan bo'lib chiqdi. Bobur va Bobur atrofidagilar haqida bemaza gaplar qila boshladi. Ularni nazar pisand qilmadi. Bu hali go'dak, og'zidan ona suti ketmagan bo'lsa, yurtni boshqara oladimi? Degan gaplarni bir emas, bir necha marta aytdi. Uni mulozimlar shahzodaning buyrug'i bilan tartibga chaqirishib ko'rdi. Bo'lmadi. Oxir oqibat u qatl etildi. Shundan so'ng boshqalar tinchidi. Hamma yosh shahzodaning og'ziga qarab turishadigan bo'lishdi. Bu uning og'ir vaziyatda birinchi bor olib borayotgan boshqaruv siyosati edi. Bobur atrofda turgan yoshi ulug', ko'p ishni ko'rgan beklar bilan kengashib, Sulton Ahmad Mirzoga Xo'ja Mavloviy qozini va Uzun Hasan, Xo'ja Husayniylarni elchilikka yuboradi. Ular borib shahzodaning baribir Sulton Ahmad Mirzo janoblari yurtni oladilar va bu yurtga o'z mulozimlarini tayin etadilar. Shunday ekan, men u kishiga mulozimman, ham farzandman. Shuning uchun bu xizmatni menga topshirsalar yaxshiroq va ma'qulroq bo'lardi deb ayttirdi. Qarangki, xuddi shunday nozik vaziyatda mo'jiza sodir bo'lgandek bo'ldi. Alloh taolo o'z komil qudrati bilan Tangrim, o'zingdan boshqa asraguvchi yo'q deya dildan iltijo qilgan shahzodaning ishini o'zi o'ngladi. U birovlarga yalinmadi. Ko'nglidagidek qilib bajarib qo'ydi. Dushmanlar Andijon sari kelganlaridan afsuslandilar. Maqsadlariga yeta olmay, bitta nayza, bitta o'q ota olmay, bir qilich sola olmay ortlariga qaytishga majbur bo'ldilar. Birinchi sabab shu ediki, Quvaning atrofi qora suvga g'arq bo'lgan botqoqli joy edi. Andijon tomonga faqat ko'prikdan o'tilardi. Havo aynib surunkali yomg'ir yog'a boshladi. Botqoqliklar sathida suv ko'paydi. Jala dushman qo'shinining harakatlanishiga yaxshigina salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shu holatda ko'p kishilik tartibsiz kelayotgan lashkar yopirilib kelib ko'prikka tiqilib qoldi. Ot va tuyalar qora suvga yiqilib nobud bo'ldi. Bundan 3-4 yil avval xuddi shu hodisa shu askarlar uchun sodir bo'lib o'tgan edi. Ular Chirchiq suvidagi kechuvdan o'tishayotganida lashkarlarga katta shikast yetgandi. Quva voqeasi o'sha Chirchiq voqeasini esga soldi. Lashkarlar birdan vahimaga tushdilarda ortga qayta boshlashdi. Bundan tashqari, xuddi o'sha kunlarda otlar orasida o'lat kasalligi tarqaydi. Otlar uyur o'la boshlaydi. Qolaversa, bostirib kelayotgan qo'shin orasida Andijon qal'asi himoyaga puxta tayyorgarlik ko'rayotgani haqidagi ma'lumotlar ham bor edi. Ular o'zlariga qarshi tomondagi hamjihatlikni ko'rib ham vahimaga tushib qolgan edilar. Shuning uchun ular tomondan Darvesh Muhammad Tarxon, bu tomondan Hasan Yoqub chiqib sulh tuzishdi. Dushman ortiga qaytdi. Sirdaryoning shimol tomonidan kelayotgan Sulton Mahmudxon yangi axsini qamal qiladi. Xon yangi axsi atrofida turib, bir necha bor urush qilishiga qaramay, hech ish chiqara olmaydi. To'g'risi, axsini qo'lga kirita olmaydi. Shu paytda Sulton Mahmudxon kasallikka chalinadi. Qo'shinga rahbarlik qila olmay qolgan xon o'z yurtiga qarab qaytishga majbur bo'ladi. Har ikki tomondan, Quva tomondan va Axsi tomondan sodir bo'lgan urush xavfi bartaraf bo'ladi. Yangi Axsidan Umar shayxning onasi, Boburning buvisi Sulton begim va ukalari Andijonga keladilar. Bobur endi biroz xotirjam bo'ladi. U otasi vafotiga bag'ishlangan marosimlarni bajarishga kirishadi. Yaqin atrofdagilar va miskinlarga ehson qilib, otasi ruhiga bag'ishlab duo fotihalari qildiradi. Sulton Ahmad Mirzo esa yo'ldayoq kasal bo'lib, hech qancha fursat o'tmay 44 yoshida yorug' dunyo bilan vidolashadi. Bobur esa lashkar va viloyatni tartibga keltirib, uning ta'mir va obodonlashtirish ishlariga kirishib ketadi.